Namangan Cherry'da Arizo 6 Pro avtomobili uchun yangi yilda 40 million foyda bilan xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Endi avtomobilning narxi 239 million 900 ming so'm emas, 199 million 900 ming so'mga xarid qilasizlar. Bilaman ko'pchilikka boshlang'ich to'lov qiziq. Boshlang'ich to'lov atigi 71 million so'm ichida boshlang'ich to'lovingizga bitta propani kiradi, oldiga radiator setkalari kiradi, tonirovkasi kiradi va antiradar, kovrik. Shu videoga bitta like bosgan bo'lsangiz, okalar orqa ko'riklarni ham qilib chiqazib beramiz. Bunaqa imkoniyat faqatgina bilasizlar Namangan Cherry avtosaloni qilib beradi. Avtomobil bilan haqida ozgina tanishib o'tamiz. Motori 1.5 turbina dvigatel va 147 ta ot kuchga ega 4 ta Porsche'li 0 dan 100 gacha atiga 8 sekundda chiqib beradi. Avtomobil shahar ichida rasxoti atiga 7 litr, dalnida esa 5-6 litrga tushadi. Diskas haqida ham ozgina ma'lumot aytib o'taman. Diskas 17 razmerli bo'ladi. Balonni yumshoq, almashtirishni ham hojati yo'q. Sababi zavodskiy yumshoq bo'ladi. 5 ключевой достуp. Bu avtomobilimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Hozir biz 3-pozitsiyasini obzor qilamiz. Boshlang'ich to'lovga 71 million so'm bilan bu birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Birinchi bilan uchinchini farqi unaqa katta emas. Motori va salonda bitta ikkita funksiyalarda farq qiladi, xolos. Ikki xil yurish rejimiga ega, Eco Sport yurish rejimlariga ega. Okalar, беспроводной zaryadnik, 360 kamera ham bo'lib ham avtomobilda yostiqchasi, ya'ni bezopasniy yostiqchasi bo'ladi, okalar. O'shalar 10 ta bo'ladi bezopasniy yostiq. Bu O'zbekistondagi eng xavfsiz sedan avtomobillarning turiga kiradi. Ushbu avtomobilimiz qiziqqan bo'lsangiz, okalar, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib sizlar to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Orqa dizayniga ham bitta alohida e'tibor berasiz, okalar. Juda ham chiroyli. Pavorotniklari ham dona-dona yonadi. O'zi ko'pchilik o'zi bilib ham bo'ldi, bu mashinani juda ham ko'pchilikni qiziqtirdi. Chunki sedan avtomobillar bo'yicha O'zbekistonda narxi bo'yicha ham yorvorgan, komforti bo'yicha, funksiyalari bo'yicha ham menimcha yaqin 500 millionlik mashina bilan birga bir holatdagi mashina bo'ladi. Avtomobilni boshida aytib o'tganimda boshlang'ich to'lovga atigi 71 million so'm bilan sizlar 5 yilga avtokredit asosida bo'lib to'lash imkoniyatiga egasizlar. 71 million ichida yana bir marta qaytarib o'taman, bitta propani, tonirovkasi, kovrik bo'ladi, oldiga radiator setka, brizgavik, shuncha narsalar bilan birga bitta like bosgan bo'lsangiz, antiradarni ham qilib chiqazib beramiz. Bunaqa imkoniyat faqat Namangan Cherry avtosalonida mavjud. Bizning manzillarimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Pronzonaning yo'lida. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Shu yil oxirigacha amal qiladi. 40 million foyda, bunaqasi bo'lmagan. 240 million emas, endi 200 million so'mga xarid qilasizlar Arizo 6 Pro.